o'qituvchi yoki ota-onasi kelardi, bolam qiziqmayapti, o'qimay qo'ysin dedi. Ha, Bu narsa qolib ketdi. to'g'ri. Hozir o'qituvchi qiziqtira olmayapti. Ota-onalarda bitta ikkilanish bor ekanda, nima Farg'ona shahridagi maktablar tumanlardagi maktablardan kuchli bo'ladi degan. Rostdan ham shunaqami? Tumanlarda orqada bo'ladimi? O'zi shu ta'lim tizimimizga, boshqalarga zamonaviy texnologiyalar qanchalik ta'sir ko'rsatyapti? Masalan, bir xil maktablar bor, nima zamonaviy texnologiyalar, masalan, telefonlarni cheklab tashlaydi yoki bu interaktiv doskalar uncha kerak emas deb hisoblashadi. O'sha qattiqqo'llik va asosan kitoblardan, boshqalardan faqat shulardan bilim olsa, keyin u yog'iga mana IT texnologiyalar o'rganib olaveradi deb hisoblashadi-da. Bu qanchalik ta'sir ko'rsatadi? Xususiy maktab tanlaganda o'qituvchilarga e'tibor berib, shu o'qituvchi salohiyatiga, o'qituvchi bilimiga qarab tanlasa yutqazmaydi. Ha. Chunki sharoiti zo'r deylik, sharoit zo'r, lekin o'qituvchilari sifatli emas. Aytganimdek, oldingi zamon o'qituvchilari qanday edi? Qattiqqo'llikka e'tibor, tartib nizomga e'tibor berardi. Ha. Hozirgi zamon uni san talab qilmayapti. Hozirgi zamon shunaqa talab qilyaptiki, bolani o'zini shakllantirish kerak, o'zini fikrlashini oshirish kerak bo'lyapti-da. Masalan, xususiy maktablar rostdan ko'paydi. Bu yildan ayniqsa juda ham ko'paydi. Endi odamlarni ongida bir savol bor, ota-onalardan bir savol bor, yana o'zimizda ham savol, qiziq savol bor. Xususiy maktab degani bu davlat maktabidan kuchliroq, davlat maktabidan ko'ra rivojlanganroq deganimi? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Demak, Zamon podkast studiyasida navbatdagi mehmon Quvasoy shahridagi Prestige International School asoschilaridan bittasi. Assalomu alaykum, Dilmot Tohirovich, xush kelibsiz. Demak, sizni ko'rib turganimizga juda ham xursandmiz. O'zi muxlislarga qiziq, kuzatuvchilarimizga ham qiziq. Dilmot Tohirovich o'zi kim? Qanday ishlar qilgan? Nima, hozirda nima qiladi? Shu to'g'risida ozgina gapirib bersangiz. Assalomu alaykum, avvalambor. O'zi Dilmot Tohirovich, matematika fani o'qituvchisiman. 12 yillik tajribam bor. Ulardan 10 yili repetir tizimda, ya'ni repetirlik bilan shug'ullanganman. 100 dan oshiq o'quvchilarimiz oliy ta'limga kirgizganmiz. Shu repetir tizimni rivojlantirish maqsadida shu Quvasoyda Prestige International School maktabini yaratdik. Shu repetir tizimini davom ettirish maqsadida. Ha, demak, shunga yarasha qo'shimcha qolgan tillarda va qolgan fanlardan kuchaytirish maqsadida kuchli o'qituvchilarni olib kelib shakllantirdik maktabda. Repetitor tizimini demak nimaga xususiy maktablarga ham ko'chirib, unda yangicha yo'nalish ochyapsizlar, shundaymi? Xuddi shunaqa repetir tizimi va maktab tizimini umumlashtirgan holatda yangicha tizim yaratib, bolaga keng imkoniyatlar yaratish maqsadida shu maktabga tashkil qildik. Ajoyib. Xo'p, endi bir sizdan ta'limda odami shu anchadan beri shu aytyapsiz, 12 yildan beri deyapsiz. Shunda ta'limda odam bo'lganingiz uchun sizdan bitta narsani so'rab olsak, ko'pchilik ota-onalarda bitta ikkilanish bor ekanda, nima Farg'ona shahridagi maktablar tumanlardagi maktablardan kuchli bo'ladi degan. Rostdan ham shunaqami? Tumanlarda orqada bo'ladimi maktablar? Maktablar joylashuvi uncha farq qilmaydi. Maktablarda kuchsizligini aniqlovchi narsa bu kadrlar, ya'ni o'qituvchilar. Ha. O'qituvchi masalan kuchli maktab, o'sha maktab kuchli. O'qituvchisi sal tajribasizroq bo'ladimi, o'sha maktab kuchsiz hisoblanadi. Bu tumanda joylashadimi, shaharda joylashadimi, uni farqi yo'q. Asosiy o'qituvchiga qarab baho berish kerak. Hozir mana sizlar ochgan mana yangi Prestige International School'da qanaqa o'qituvchilar olib kelgansizlar? Qanaqa ular tajribasi? Xo'p, birinchi biz shu narsaga e'tibor berdikki, ikki xil me'yor qildik. Ya'ni birinchisi tajribali va kuchli o'qituvchilar chaqirdik. Aha. Ularga keng imkoniyatlar yaratib berdik, ishlashga, boshqaga oliy tomondan ham yaxshi imkoniyatlar qilib berdik va ularga qo'shimcha qilib yosh kadrlar, bilimli kadrlarni olib keldik. Va ustoz shogird an'anasiga ko'ra ularni kelajakda rivojlantirish. Ya'ni kelajakda shuni qilmoqchimizki, kuchli o'qituvchilar qidirmoqchi emasmiz. Kuchli o'qituvchilarni o'zimizdan tayyorlab chiqmoqchimiz. Ha. Shuning uchun shu ikkita tamoyil bo'yicha o'qituvchilarni qabul qildik. Bizda hozir tajribali o'qituvchilar ham bor va yosh kadrlar ham bor. Ajoyib. Demak, hozirgi yangi ochilgan maktabimiz nechta o'ringa mo'ljallangan va o'qituvchilar o'zi nechta u yerda? Maktabimiz 255 o'rinlik. O'qituvchilarimiz hozirgi holatda 27 ta o'qituvchimiz bor. Va kelajakda yana o'qituvchilar jalb qilganmiz. Ulardan olib kelish niyatimiz bor. Ayniqsa chet eldan hozir 3 ta o'qituvchimiz keladigan.
shu viza muammolarini hal qilib olsak, xudo xohlasa chet eldan 3 ta o'qituvchimiz keladi. Ha, ular nima fanlardan dars berishadi? Chet eldan keladigan o'qituvchilarimiz asosan ingliz tilidan dars beradi. Aha. Va o'sha Cambridge sinfimizda to'liq ingliz tiliga asoslangan sinfimizda shular dars o'tishi rejalashtirilgan va mahal, ya'ni rus va o'zbek sinflarimizda ham ingliz tilini IELTS darajasini yuqoriroq chiqarish niyatida ularga ham darsga kirishadi. Ajoyib. Yaxshi. Faqat endi bunga narsaga shuni ham tushunish kerakki, sal moslash kerak. Sababi yangi kelgan o'quvchini chet el o'qituvchidan kirib qo'ya olmaymiz, chunki ular bir-birini tushunmay qoladi. Chet el o'zbekcha ham bilmaydi, ular inglizcha ham bilmaydi. Shuning uchun biz oldin bu yangi kelgan o'quvchilarni ingliz tili darajasini ko'tarib, bemalol bir-birini muloqot qila oladigan darajaga chiqqandan keyin chet el o'qituvchiga kirib dars o'tadi. Ha. Demak, xuddi shu o'rinda yana bir savol, qandaydir hozirgi aytgan narsadan kelib chiqadigan bo'lsak, bolalarni o'zini ham fikrini inobatga olish kerakmi shunda? Men tushunmayapman yo bo'lmasam bir men bu maktabda o'qishni xohlamayman deganda ota-onalar ularni fikrlarini inobatga olib ham xususiy maktab tanlash kerakmi? Endi umumiy olib qaraganda, faqat prestij emas, endi hamma xususiy maktablar xususiy tizimiga qaraganda. maktablar tanlayotganda bolani fikrini eshitish kerakmi demoqchi. Ha. Demak, bolani fikri albatta muhim. Busiz iloji yo'q. Chunki bola baribir qiziqishiga qarab maktab tanlaydi. O'zi masalan aniq qalay qilsa tabiiyki kirgizib qo'yishi, tabiiy qilsa aniq kirgizib qo'ysa noto'g'ri narsa. Lekin agar to'liq bolani o'ziga tek qo'yadigan bo'lsangiz, bola oson yo'l qidiradi-da baribir. Ha. Oddiy maktab yoki masalan shu o'qitish tizimi pastroq bo'lgan maktabga ketgisi keladi. Shuning uchun baribir ota-onaning muhimi bu yerda sal ustunroq hisoblanadi. Chunki bolaning kelajagiga baribir ota-ona ko'proq javobgar va bolaga shu narsani tushuntirish kerak kelajakda. Shu maktabda o'qishi unga ustuvorlik berishini tushuntira olish kerak. Ha, demak, bolani fikrini ham qaysidir ma'noda, qaysidir kategoriyalarga bo'lib inobatga olish kerak, lekin ota-ona o'zining nazoratini kamaytirmaslik kerak, to'g'rimi? Uni tajribasi bor bolanikidan. Chunki bola baribir o'yinqaroq bo'ladi-da. Masalan, deylik ertalab soat 8 dan kech payt soat 4 gacha o'qiysan, dars o'rganasan desak, boshqa joyda ertalab soat 8 dan 11 gacha o'qiysan desa, albatta nega 11 gachani tanlaydi. Chunki ularga hozir o'yin muhimroq hisoblanadi. To'g'ri. Endi shu o'yinqaroq bolalarimizga ham aynan o'sish paytida, to'g'rimi endi? Ular o'sish paytida deyapsiz, hozir chet ellik murabbiylar, o'qituvchilar keladi deyapsiz. O'qituvchilarni chet ellik o'qituvchilar dars o'tgan o'quvchilar bir ularni mentalitetida shakllanib, birinchi sinfdan ularni o'qitib boradi desa, ularni mentaliteti shakllanib qolmaydimi ularda? O'quvchilarda. Yo'q, bu nima o'rinli savol. Biz endi masalan ingliz tiliga demak chet el o'qituvchini chaqiryapmiz. Lekin muloqot qiladi-da u bilan. Muloqot masalan bola o'sha o'qituvchiga o'zini fikrini tushuntirish uchun ingliz tilini o'rganadi-da. Mentaliteti keladigan bo'lsak, baribir biz O'zbekistonda yashayapmiz. Mahalliy o'qituvchilarimiz bor. Chet el o'qituvchilardan tashqari mahalliy o'qituvchilarimiz bor. Har bir sinfga bitta sinf rahbar qo'yiladi mahalliy o'qituvchilardan. Ular o'zi sinf soati va kelajak soati darslar o'tiladi. Bitta mentalitetni O'zbekiston mentalitetidan kirgiziladi. Chet el mentaliteti kirgizilmaydi. Chet el o'qituvchilar tilni o'rgatadi. Asosan til bo'yicha shug'ullanadi. Endi mentalitet o'zgarishi u masalan chet elga borib o'sha yerda o'zgarishi mumkin, lekin chet elga kelib bu yerda o'rgatgan bo'lsa, chet ellik mentalitet o'zgaradi O'zbekistonda. To'g'ri. Nima qilganimda yaqinda bordik maktabga, borsak, o'qituvchi kelgan ekan, Filippinlik adashmasam opa. Jozefina opa. Juda endi haligi nima deydi, o'quvchilar bilan ayniqsa bitta ikkita haligi ingliz tilini biladigan o'qituvchilar bilan shunaqa kirishib ketyapti gaplashishga, shunaqa xohlayapti, keyin o'quvchilar masalan 10-15 ta o'quvchi o'tiribdi, o'shalardan 5-6 tasi haqiqatan sal oldiroqda a'lo o'qiydiganlar bor ekanda, ular bilan yaxshi chiqishib qolganlarga ham yetkazyapti. Narigi o'quvchilar ham opaga qiziqib, u bilan gaplashaman deb narigi sheriklaridan gaplarni so'rab gapiryapti-da. O'shanda bizning maqsadimiz ham shu-da. Masalan, chet ellik o'qituvchi tursa, unga o'zini fikrini, o'zini gapini aytish uchun ham o'rganadi-da. Hozir o'zida sherigidan o'rganadi, darslikdan o'rganadi, kiruvchi internetdan o'rganadi. Iloji yo'q o'rganadi-da. O'zini iloji yo'q o'rgangandan keyin o'sadi. Hozir bir 2 ta 3 ta tilni gaplar o'rganib olgandan keyin shuni ko'paytirgisi keladi. Keyin bemalol gaplashgisi keladi. Demak, navbatdagi savolimiz aka, masalan, xususiy maktablar rostdan ko'paydi. Bu yildan ayniqsa juda ham ko'paydi. Endi odamlarni ongida bir savol bor, ota-onalardan bir savol bor, yana o'zimizda ham qiziq savol bor. Xususiy maktab degani bu davlat maktabidan
kuchliroq, davlat maktabidan ko'ra rivojlanganroq deganimi? 100% qo'shilaman gapingizga. Masalan, kuchli maktablar ham bor davlat maktablarida. Xususiy maktablar oshgandan bir yaxshi. Mhm. Yana ko'paysa raqobat kuchayadi. Ha. Oldin masalan an'anaviy dars usuli qanday bo'lardi? Bolalarni yodlash. Ha. Yodlash usuli edi-da. Aha. Hozir usuldan sekin qochiladi va xususiy maktablar shunga o'tadi. Ya'ni har bir o'quvchiga individual yondashish, har bir o'quvchiga motivatsiya berish, o'qishni qanchalik foydali keltirish, tushuntirish va shu yo'lga o'tadi va shu tizimda o'qitishni boshlaydi. Va o'z-o'zidan xususiy maktablar raqobati oshib, ularning saviyasi ko'tariladi. Xususiy maktablar saviyasi ko'tarilgandan keyin davlat maktablari ham ulardan qolishmasga harakat qiladi. Ha. Ularning ham saviyasi ko'tariladi. Maktablar ko'paygan nabrot ta'limga yaxshi narsa, ta'limni rivojlantiradi. Bu qandaydir biznesga aylanib ketib yo faqat haligi reklamaga katta e'tibor berib turib o'qishga e'tibor bermay qolgan maktablarchi ular Endi bu narsa reklamaga, biznesga e'tibor berganlar vaqti kelib o'zi o'sha maktabda o'qitayotgan ota-onalar tushunishni boshlaydi. Vaqti kelib o'sha o'qituvchilar saviyasi, o'quvchilarning olayotgan bilimiga qarab o'sha maktabni ajratib olishni boshlaydi. Hozir asosan reklamaga, hype'ga qarab o'quvchilarni berayotgan bo'lsa, keyinchalik o'sha shu davrga kelamizki, ota-ona bolani shu o'qituvchini saviyasiga qarab, maktab berayotgan bilimiga qarab tanlashni boshlaydi. Ha. Shu davrga kelamiz va shundan keyin o'sha reklama, hype'lar o'zi sal ikkinchi darajaga tushadi, bilim birinchi darajaga chiqib ketadi. Bilim berish birinchi o'ringa chiqib ketadi. Endi mana hozir reklama qilishda boshqada o'qituvchini ham o'rni katta. Masalan, Quvasoyda mashhur o'qituvchilar bor, to'g'rimi? Mahalliy aholi taniydigan, mahalliy aholi biladigan va o'zi haligi og'izdan og'izga o'tib keladigan o'qituvchilar bor, to'g'rimi? Ana shunaqalarni ham xususiy maktablarga jalb qilib turib, ular orqali ham o'quvchi qilish yaxshimi? Endi bu faqat o'qituvchini orqasidan kelib qolgan bo'lmaydi bunda o'quvchilar xususiy maktablar tizimida masalan. Xo'p, haqiqatan shunaqa o'qituvchilar bor. Masalan, o'sha o'qituvchi faqat o'sha o'qituvchi dars o'tsin deb talab qo'yadigan o'qituvchilarimiz ham bor-da. Shunaqa o'qituvchilarda xususiy maktabga o'tadi, o'tishi men uchun yaxshi. Sababi nimaga? Xususiy maktabda kengroq imkoniyati bor-da. Ko'proq bola bilan ishlashga e'tibor qaratadi. Shu nimaga u bola uni orqasidan kelyapti? Sababi u zamonaviy o'qituvchi-da u. Shu o'qituvchi qanday tushunsam ekan, o'quvchini ko'ngliga yo'l topa olgan o'qituvchi-da u. Aha. Demak, u o'qituvchini iloji boricha xususiy maktabga yoki o'zim maktabga jalb qilishga harakat qilaman. Sababi nima? Unda men ko'p narsa o'rganaman-da. Metodika o'rganaman. Shu bolalarni o'ziga jalb qilish, bolalarga o'rgatish, shu narsalarni o'rganaman. Va qo'shimcha shu boshda aytgan gapimdek, yosh o'qituvchilarni unga shogird qilib joylab qo'ysam, birlashtirib qo'ysam. Ana yosh o'qituvchilarimizdan xuddi shunaqa katta tajribali o'qituvchi bo'lib yetishishga yordam beradi. Endi o'quvchiga keladigan bo'lsak, o'sha o'qituvchining orqasidan keldi degani, u o'quvchi bilimga chanqoq. So'zdan bilim olgisi kelyapti. Shuning uchun u o'quvchi ham birga keladigan bo'lsa yutqazmaydi-da. Shu o'qituvchining orqasidan bitta fan o'rgansa, ba'da undan ko'ra kuchli o'qituvchimiz unga ikkinchi fan o'rgatadi. Uchinchisi uchinchi fan o'rgatadi. Bu navbat foyda deb hisoblayman. Zarar emas. Yaxshi. O'quvchiga ham, maktabga ham, o'quvchiga ham. Demak, bu o'qituvchilarni tanlashda masalan nimalarga e'tibor qilasizlar? Shu xususiy maktabga jalb qilib olishdimi? Bilamiz, Farg'ona shahrini o'zidan mana shu xususiy davlat oliy ta'lim muassasalaridan yiliga minglab o'qituvchilar chiqadi-da. Endi ular ichidan xususiy maktablarga jalb qilib olish qanday yo'sinda kechadi? Qanday bo'ladi ular? Xo'p, shu narsani ustida rosa bosh qotirdik. Test qilmoqchi bo'ldik. Keyin savol javob qilmoqchi bo'ldik. Har xil usullar qo'llamoqchi bo'ldik, keyin qarorga keldik. Suhbat qildik. Biz Press Schoolga o'qituvchilar qabul qilayotganda suhbat asosida qabul qildik. Testdan qilmadik, savol javob qilmadik. Va biz ularga shu metodikadan kelsa hayotiy misollardan savol berdik. Shu vaziyatdan chiqishiga qaradik. Masalan, biz o'quvchi 10 ta o'quvchi esa 10 xilda ular. Kimdir sho'x, kimdir yosh, kimdir uyatchan. O'shalardan qanday vaziyatdan chiqishiga e'tibor berdik. Zamonaviy texnologiyadan qanday foydalana oladi? Va bolalarga individual yondasha oladimi, yo'qmi?
Shularga e'tibor qaratdik. O'sha aytganimdek oldingi zamon o'qituvchilari qanday edi? Qattiqqo'llikka e'tibor, tartib, intizomga e'tibor berardi. Ha. Hozirgi zamon u narsani talab qilmayapti. Hozirgi zamon shunaqani talab qilyaptiki, bolani o'zini shakllantirish kerak, o'zini fikrlashini oshirish kerak bo'lyapti-da. Va o'z-o'zidan individual bolani shug'ullanishga to'g'ri kelyapti. Shuning Demak, uchun biz shu narsaga e'tibor berdik, shu xususiyatga ega o'qituvchilarni chaqirishga harakat qildik. Endi oldin masalan bola deylik birorta fanni o'qimayapti, o'rgana olmayapti, qiziqmayapti degan gap bo'lardi-da. ha. Bu narsa o'tgan zamonda qolib ketgan narsa-da. Hozirgi zamonda bir o'qituvchi uni qiziqtira olmayapti. Ha. Maktabda masalan o'ziz eng qiyin fanlaringiz qaysi edi? Qaysi fanlar o'qigingiz kelmasdi? Ximiya, biologiya. Ximiya, biologiya, masalan matematika, fizika, to'g'rimi? Ha. O'qituvchi yoki ota-onasi kelardi, bolam qiziqmayapti, o'qimay qo'ysin deb. Ha. Bu narsa qolib ketdi. To'g'ri. O'qituvchi qiziqtira olmayapti. Ha. Biz shu o'zini faniga qiziqtira oladigan o'qituvchilarni qidirdik. Va menimcha niyatimizga yetdik. Demak, ham psixologik, ham pedagogik mahoratini o'rtaga olib, Xuddi shunaqa. ajoyib. Endi zamonaviy texnologiyalardan xabardorligi deb ketdingiz. O'zi shu ta'lim tizimimizga, boshqalarga zamonaviy texnologiyalar qanchalik ta'sir ko'rsatyapti? Masalan, bir xil maktablar bor, umuman zamonaviy texnologiyalar, masalan, telefonlarni cheklab tashlaydi yoki bir interaktiv doskalar uncha kerak emas deb hisoblashadi. O'sha qattiqqo'llik va asosan kitoblardan, boshqalardan faqat shulardan bilim olsa, keyin u yog'iga mana IT texnologiyalarni o'rganib olaveradi deb hisoblashadi-da. Bu qanchalik ta'sir ko'rsatadi xususiy maktablar tizimida? Yo'q, zamonaviy texnologiyalar taqiqlab qo'yish juda noto'g'ri narsa. Oldin masalan oddiy misol. Bilim olish manbai nima edi? Kitob. O'qituvchi va kitob edi. Bo'ldi. Hozirchi internet bor. ChatGPT degani bor. Texnologiyalar, resurslar ko'p. Biz o'shani to'g'ri yo'lga qo'ya olsak, bolalar o'sadi. Ha. Qancha manba ko'p bo'lsa, shuncha bilim o'sadi. Faqat endi bitta narsa muammosi bo'ladi. Bolaga agar tek qo'yib qo'yasiz, juda erkinlikni berib yuborsiz, boshqa narsaga chalg'ib ketib qoladi. Har xil narsadan, har xil saytlarga kirish boshlaydi, o'ynash boshlaydi. Shuning uchun ikkasini uyg'unlashtirish kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Bolaga o'sha zamonaviy texnologiyadan foydalanishga ruxsat berish va nazorat qilish. Nazorat faqat o'qituvchida emas, ota-onada. Ota-ona va o'qituvchi bir xildan uni nazorat qilib tursa, bu navbat yutuq bo'ladi. Bola o'sishiga, keyinroq fikrlashiga imkon beradi. To'g'ri. Endi o'sha zamonaviy texnologiyalarni biladigan o'qituvchilar jalb qilindimi prestijga masalan? Zamonaviy bizni talablarimizdan bittasi zamonaviy texnologiyadan erkin foydalana oladigan o'qituvchilar qidirdik. Va shuni talabga javob beradigan o'qituvchilarni qabul qildik. Hozir ham o'qituvchilarimiz kerak bo'lsa, o'sha manbalarni qidirishda yoki bo'lsa darsni qiziqroq o'tish maqsadida kerak bo'lsa zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, kerak bo'lsa internetdan qidirib qanday qilib o'zini dars berish jarayonini qiziqroq o'tkazish maqsadida shu narsalar qidirib, g'oyalar qidirib, bemalol foydalanadigan o'qituvchilar qidirib topdik. Xudo xohlasa shu o'qituvchilarimiz bolalarimizga qizig'roq dars o'tsa, bola qiziqib o'sha fanga ko'proq mehr beradi. Demak, navbatdagi yana bir qiziqroq bo'lgan savollarimizdan bittasi shu ota-onalar xususiy maktabni tanlash kerak-da. Endi bolasidan ham qandaydir fikr olib o'zingiz aytganingizdek, tanlash kerak. Tanlayap turganda ham masalan o'quv yili boshlanib bo'ldi. Kimlardir xususiy maktabga berdi, kimlardir davlat maktabiga berdi. Endi xo'p, bolasini davlat maktabidan olib, boshlanganiga qaramasdan deylik, xususiy maktab tanlamoqchi ota-ona. O'shanda nimalarga e'tibor berish kerak? Xususiy maktab tanlayotganda meni shaxsiy fikrim shuki, ko'proq o'qituvchilarga e'tibor berish kerak. Chunki sifatli ta'lim deganda birinchi o'rinda kim turadi? O'qituvchi turadi-da. O'qituvchi sifatli zo'r ta'lim bera olsa, o'sha sifatli ta'lim chiqadi. Xususiy maktab tanlayotganda o'qituvchilarga e'tibor berib, shu o'qituvchining salohiyatiga, o'qituvchining bilimiga qarab tanlasa, yutqazmaydi. Chunki sharoiti zo'r deylik, sharoiti zo'r, lekin o'qituvchilari sifatli emas. Borda shunaqa maktablarimiz. Agar shunaqa bo'lsa, sharoitga ko'nikadi bola. Har qanday sharoitga ko'nikadi. Lekin ta'lim sifatli berilmasa, u bilimni shunaqa qolib ketadi. O'qituvchi tanlashda adashmasa,
shu sifatli o'qituvchi, kuchli o'qituvchi qaysi maktabda ishlayotgan bo'lsa, o'sha maktabga bersa maqbulroq deb hisoblayman. Endi mana o'zingiz bitta maktab asoschilaridan bittasisiz. Prestige International School'ni tanlash uchun ota-onalarga 5 ta fakt keltirib bera olasizmi? Qolganlaridan farq qilib, ana shu aynan sizni maktabingizni tanlashi uchun. Xo'p, bizni maktabni tanlashimiz uchun birinchisi kuchli o'qituvchilar. Aha. Sifatli ta'lim jarayoni. Chet ellik o'qituvchilar bilan erkin muloqot tizimini yaratish. Aha. Stipendiya tizimi. Va eng asosiysi men shu birinchi ochilishdan boshlab shu narsaga ko'p urg'u berganman. Bolani qanday tushuntirsam ekan, ichidagi qobiliyatini chiqarish. Har bir bola qanday qobiliyatga ega-da, o'sha qobiliyatni chiqarish, shuni kuchaytirish. Erkin fikrlashga o'rgatish va shu fikrini bemalol namoyon ro'yobga chiqarish. Shu stipendiya tizimini ham dedim. Stipendiya tizimi nima degani? Biz shu narsani yo'lga qo'ydikki, har shanba kuni test olamiz o'quvchilardan. Shu o'rgatgan mavzularimiz uchun test olyapmiz va chorak oxirida shu testlar tahlil qilinadi. Eng yuqori ball to'plagan o'quvchilarimizga hatto bepul o'qish imkoniyatini ham taqdim qilmoqchimiz. Chunki bilimli o'quvchiga kengroq, yaxshiroq imkoniyat qilib berishimiz kerak-da. U qancha imkoniyat sharoit yaratib bersa, shuncha bilimni oshirishga harakat qiladi. O'qishga qiziqishga boshladi. Qolganlar ham unga ergashadi. Qolganlarim ko'radi-da, kimdir mehnat qilsa, o'sha natijasini ko'ryapti. Qolganlar shunga qarab intiladi. Yaxshi. Demak, shu o'rinda hozir aytyapsizki, o'qituvchilar bilan aloqaga kirishishga, ya'ni muloqotga kirishishga ko'proq bolalar harakat qiladi deyapmiz. Ko'ryapmiz, 1-sinfdan ingliz tili, nemis tili, koreys tili, arab tili, turli tillar o'rgatilyapti-da. Endi bolani nima deydi, har xil tillarni kirgizib o'rganda buni olib ketishi qanchalik oson bo'ladi, qanchalik qiyin bo'ladi bu narsa? Xo'p, bu narsani masalan hozir zamonaviy psixologlar tasdiqlashi mumkin. Bolani yoshligidan bir nechta tillarni o'rgatish uncha yomon emas. Aha. Navbat yaxshi u. Bola qancha ko'p tilni bilsa, shuncha qo'lida manbani o'rganish imkoniyati bo'ladi. 7 yoshli yoki masalan 6 yoshli bolaga tilni o'rgatish osonroq. Chunki u keldi, hali yozishni bilmaydi, hali o'qishni bilmaydi. Ham o'z ona tili, ham ingliz tili, ham nemis tilini birdaniga o'rgatsa, bola navbat yaxshiroq ketadi. Hozirgi zamonaviy yoshlar o'rganuvchan-da ular, qiziquvchan. Qo'lga telefonni bersangiz hozir shunaqaki, sizdan ko'ra yaxshi tushunishni boshlaydi. Hozirgi zamon yoshlari 2 ta, 3 ta tilni o'rganish ularga hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Chunki men o'zim shaxsiy fikrim, hozirgi yoshlar kelajakda bizdan ko'ra ancha kuchli yoshlar chiqadi. Zamon shunaqa ishlashga hozir, zamon shu narsani talab qilyapti. Demak, bugungi suhbatimizda eng muhim savollarni berib oldik. Bu podkastda, bu suhbatda yanada ko'proq va yangi dolzarb savollarni berib boramiz. Undan oldin, yakunlashimizdan oldin ustoz umuman bugungi suhbatimiz to'g'risidagi fikrlarni umumlashtirib, undan tashqari ham bizni hozir ota-onalar ko'rishib turishibdi. Yangi maktabga tanlamoqchi bo'lib turgan ota-onalarda, endi ular yangi maktab tanlashda shu Prestige School'ni tanlash uchun va Prestige School'ga qanday imkoniyatlar borligini bitta gap bilan, bitta umuman matn bilan izohlab, shu suhbatimizni yakunlab bersangiz ham bo'laveradi. Masalan, maktab to'g'risida. Maktab to'g'risida. Prestige School'da keling, masalan, bolasini olib kelmoqchi bo'lgan ota-onalarimiz bor, qiziqayotgan ota-onalarimiz bor. Kelsin, ko'rsin. Bir hafta o'qitib ko'rsin bolasini. O'qituvchilarning saviyasini ko'rsin. Chet ellik o'qituvchilar bilan suhbat qilib ko'rsin. Shu bir hafta davomida masalan biz qo'yayotgan rejamiz, maqsadimizni tushunib yetsin. Chunki bizning maqsadimiz juda yuqori. Ota-onalarga ham shuni tushuntirdikki, O'zbekiston, ya'ni milliy universitetdan tashqari chet el universitetlarida ham zarb etmoqchimiz. Shular ustida shartnomalar ham imzoladi, shularda ustida ishlayapmiz ham. Kelsin, ko'rsin, o'qitib ko'rsin, qanchalik ustunligini ko'rsin maktabimizni. Yoqmasa marhamat, mayli olib ketsa bo'ladi, bir hafta o'qitib ko'rsin, bir haftaga olib ketsa bo'laveradi. Menimcha bir hafta o'qigan bola o'zi ketib yonida turib oladi. Shunaqa voqealar ham bo'ldi. Bizda hatto shu narsa bo'ldiki, ixtisoslashgan maktabga
kirgan o'quvchi 2 kundan keyin qaytib keldi, o'zim maktabda o'qiyman degan. Ha. Yetib keldida. Shuning uchun bir hafta o'qitib ko'rsin bolasini, olib kelsin, ko'rsin. Yoqmasa marhamat. Ajoyib. Demak, ustoz Dilmurod aka, bugungi suhbatimiz uchun tashakkur. Sog' bo'ling. Hurmatli ota-onalar, demak, sizlarda qandaydir savollar bormi? Umuman maktab to'g'risida, xususiy maktablar to'g'risida yoki bugungi suhbat bo'yicha tanlashdagi yana qandaydir biz bugun tilga olmay ketgan mayda-chuyda savollar bo'ladigan bo'lsa yoki katta savollarning farqi yo'q. Barchasini kommentda yozib qoldirsangiz, biz ustoz bilan keyingi suhbatda albatta o'sha savollarga yechim berib ketamiz. O'sha savollarni bu yerda birgalikda izlanib, siz bilishingiz kerak bo'lgan, bilmoqchi bo'lgan narsalar barchasiga javob beramiz. Demak, tashakkur ustoz, kelganingiz uchun rahmat, salomat bo'ling, vaqtingizga sog' bo'ling.